Assalomu alaykum. Biz kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Navbatdagi yana bir mebelimiz ustoga joyim tugadi. Ushbu mebelda Quva tumani To'nmazor Qorovul otamidi. Qorovul ota mahallasiga ustoga qildik. Xo'sh, mebelimiz aniq razmeri 3.40 ga, balandligi 2.65 holat bo'lgan. Qo'shimchasini urab qo'yilgan. Xo'sh, laminat materiallar qilindi. 2.700 ming so'mdan bir pagonometr. Общий holatda 8.350 ming so'mga mebelimiz tayyor bo'ldi. Xo'sh, kafellarda mebelni ichida bo'lgan, antresol uchitasi holatda bo'lgan. Ruchkasi fasonda ishlangan. Xo'sh, mo'lga tushelkalari bor har doimgidek, eshik chegalari 100% paf krongada, ichlari ham paf krongada bo'lgan. Xo'sh, bitta Rossiyskiy ultralegos talashnicasida bo'ldi. Kafelar mebel ichida. Ruchkalarini ham haqiqiy temir profildan ishlatilgan materiallar emas. Xaridagi joyi bo'lgan, bu yoqqa kir mashina, xaridagi tepalari ham o'rab ketilgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqasizlar, so'rovga qo'yasizlar, qilib beramiz.